Men bu hikoyani kimgadir aytib beraman deb hech o'ylamagandim. Bu shunchaki aytib beriladigan voqea emas. Bu mening ichimdagi qora dug', yuragimning tubiga cho'kib ketgan, hech qachon yuvib bo'lmaydigan kir. Lekin ba'zida u shunaqa kuch bilan yuzaga qalqib chiqadiki, nafas ololmay qolaman. O'shanda menga hammasi kecha sodir bo'lgandek tuyuladi. Har bir teginish, har bir shivir, har bir nigoh xotiramda o'chmas iz qoldirgan. Akmal bilan turmush qurganimizga 5 yil bo'lgandi. Tashqaridan qaraganda hammasi joyida edi. O'zimizning 2 xonali uyimiz, Akmalning yaxshi ishi, mening sevimli kasbim, hammasi havas qilsa arzigulik edi. Biz kamdan kam urushardik, chunki urushish uchun ham qandaydir hissiyot, qandaydir o't kerak. Bizda esa bularning hech biri yo'q edi. Munosabatlarimiz xuddi eski, chang bosgan gramofon plastinkasiga o'xshab qolgandi. Har kuni bir xil ohangda, zerikarli va g'ijirlab aylanardi. U ishdan kelardi, men kechki ovqat tayyorlardim. Birga ovqatlanardik, ko'pincha sukut saqlab. Keyin u televizor ko'rardi, men kitob o'qirdim yoki ertangi kun uchun nimadir tayyorlardim. Tunlari hammasi odatdagidek, hissiz va majburiyat yuzasidan sodir bo'lardi. U o'z ehtiyojlarini qondirardi. Men esa shiftga qarab, tezroq hammasi tugashini kutardim. U meni sevarmidi? Bilmayman. Balki o'zicha sevar. Lekin uning sevgisi xuddi men esa uni tinglab, o'zimning zerikarli hayotimdan biroz chalgirdim. O'sha yoz u o'qishini bitirib qaytdi. Ish topib, oyoqqa turib olguncha biznikida yashab turishga qaror qildi. Akmal qarshi emasdi. U umuman hech narsaga qarshi bo'lmasdi, agar bu uning kundalik tartibiga xalaqit bermasa. Rustamning kelishi uyimizga qandaydir hayot olib kirdi. U kulgi, yangi musiqa, yangi suhbatlar olib keldi. Uyda yana hayot qaynay boshlagandek edi. Boshida hammasi oddiy edi. Uka-opa munosabati. Biz kechalari oshxonada o'tirib choy ichib, eski kunlarni eslardik. U maktabdagi qiliqlarini, men esa uni qanday qilib ota-onamizdan yashirganimni aytib kulardik. U mening ko'zlarimga qarab, "Opa, siz negadir g'amgin ko'rinasiz", derdi. Men esa kulib, "Shunchaki charchaganman", deb qo'ya qolardim. Lekin u bunga ishonmasdi. U mening soxta kulgum ortidagi boshliqni ko'ra oladigan yagona inson edi. Akmal ko'pincha ish bilan komandirovkalarga ketardi. O'shanday kunlarda biz Rustam bilan yolg'iz qolardik. Biz birga filmlar tomosha qilardik. U menga gitarada yangi o'rgangan ku'ylarni chalib berardi. Ba'zida biz shunchaki jim o'tirardik. Lekin bu sukunat Akmal bilan bo'ladigan sukunatga o'xshamasdi. Bu sukunatda qandaydir iliqlik, bir-birini so'zsiz tushunish bor edi. Asta-sekin men o'zimda g'alati o'zgarishlarni seza boshladim. Uning yonimdaligidan yuragim boshqasida esa biz daryo bo'yida baliq tutishga urinyapmiz. Har bir surat bir xotira, iliq va beg'ubor. Esingizdami, opa? Mana shu kuni siz men uchun qo'shnimizning bolasi bilan urushgansiz, dedi u jilmayib. U mening o'yinchog'imni olib qo'ygandi. Esimda, dedim men ham kulib. Keyin dadamdan ikkalamiz ham kaltak eganmiz. Biz kuldik. Keyin u jim bo'lib qoldi va jiddiy ohangda gapirdi. U aytdiki, men doim uning uchun eng yaqin inson bo'lganman. Uning himoyachi farishtasi. Va hozir mening baxtsiz ekanimni ko'rish unga juda og'ir botayotganini aytdi. U Akmalni yaxshi inson deb bilishini, lekin u menga munosib emasligini, mening qalbimdagi olovni o'chirayotganini aytdi.
Uning so'zlari yuragimga o'qdek sanchildi. Chunki bu haqiqat edi. Men yig'lab yubordim. Uzoq vaqt ichimda to'planib qolgan alam, yolg'izlik va umidsizlik ko'z yoshlarim orqali tashqariga o'tildi. Men xo'ngrab yig'lardim. O'zimni to'xtata olmasdim. Rustam meni quchoqladi. Qattiq quchoqladi. Uning quchog'ida men o'zimni yana o'sha kichkina, himoyaga muhtoj qizchadek his qildim. U sochlarimni silarkan, "Hammasi yaxshi bo'ladi, opa. Men doim yoningizdaman" deb shivirlardi. O'sha quchoqlashuv chegara edi. Biz o'sha chegarani kesib o'tdik. Men uning yuziga qaradim. Ko'zlarimiz to'qnashdi. Uning nigohida men shuncha yillardan beri sog'ingan narsani, xona xira yoritilgan. Faqat derazadan tushayotgan oy nuri ikkimizning soyamizni devorga chizib turardi. U mening libosimni echa boshladi. Har bir harakati ehtiyotkor va muloyim edi. Uning qo'llari tanamga tekkanda men titrab ketdim. Bu titroq sovuqdan emas, kuchli hayajondan edi. Akmal menga hech qachon bunday nazokat bilan tegmagandi. U uchun mening tanam shunchaki bir obyekt edi. Rustam uchun esa u muqaddas bir narsadek edi. U tanamning har bir qismini o'parkan, silarkan, men o'zimni qaytadan kashf qilayotgandek edim. Uning qo'llari belimdan sirg'alib, oyoqlarimga tushganda men butunlay bo'shashdim. Qarshilik qilishga na kuchim, na xohishim bor edi. U mening ustimga egilganda, uning ko'zlariga qaradim. Uning ko'zlarida savol bor edi. Oxirgi imkoniyat, chekinish uchun. Men esa boshimni engil qimirlatib rozilik berdim. Chunki men buni xohlardim. Shuncha yillardan beri birinchi marta chin dildan nimanidir xohlayotgandim. Yaqinlik. Bu so'z o'sha tungi voqeani to'liq tasvirlab bera olmaydi. Bu shunchaki jismoniy aloqa emasdi. Bu ikki adashgan qalbning birlashuvi edi. Bu ikki yolg'iz vujudning bir-biridan panoh topishi edi. U menga kirganda men og'riqni emas, aksincha qandaydir to'lishish hissini tuydim. Mening ichimdagi bo'shliq nihoyat to'lgandek edi. Harakatlarimiz shoshqaloq emasdi. Ular sekin, bir-biriga mos, bir-birini o'rganuvchi edi. Biz bir-biri ehtirosning cho'qqisiga chiqqanimizda men baqirib yubormaslik uchun uning yelkasini tishlab oldim. U esa mening ismimni aytib ingiradi. Bu Akmalning hissiz ingirashlariga o'xshamasdi. Bunda butun bir insonning dardi, sog'inchi va muhabbati bor edi. Keyin biz jim bo'lib qoldik. U mening yonimda meni mahkam quchoqlab yotardi. Tashqarida tong o'ta boshlagandi. Ilk qushlarning sayrashi eshitilardi. Men uning yuragining urishini eshitib yotardim. O'zimni shunaqa xotirjam, shunaqa himoyalangan his qilardimki, bu tuyg'u bir umr davom etishini istardim. O'sha tunda men baxtli edim. Gunohga botgan, lekin baxtli edim. Ertalab uyg'onganimizda hamma narsa o'zgardi. Kechagi sehr tarqab ketgan, o'rnini sovuq va dahshatli haqiqat egallagandi. Biz nima qilib qo'yganimizni angladik. Biz bir-birimizga qaray olmasdik. Uyat, aybdorlik hissi ikkimizni ham ezardi. Nonushta paytida ikkimiz ham lom-mim demadik. Kechagi iliq sukunatdan asar ham qolmagandi. Uning o'rnini muzdek, og'ir jimlik egallagandi. Men uning ko'zlarida o'zimning aksimni, gunohkor, buzuq bir ayolning aksini ko'rdim. Bir necha kundan keyin Rustam ish topganini va alohida kvartiraga ko'chib o'tmoqchiligini aytdi. Men hech narsa demadim. Ikkimiz ham tushunib turardik. Biz endi bir tom ostida yashay olmaymiz. Uning ketadigan kuni keldi. Biz xonaning o'rtasida bir-birimizga qarab turardik. Aytilishi, bu mening kichkina sirim, mening gunohim va mening yagona tasallim edi.
Rustam bilan biz deyarli gaplashmay qo'ydik. Ba'zida oilaviy yig'inlarda ko'rishib qolamiz. Biz bir-birimizga salom beramiz, hol ahvol so'raymiz, lekin ko'zlarimizni olib ochamiz. Chunki bizning ko'zlarimiz sirimizni fosh qilib qo'yishdan qo'rqadi. Boshqalar uchun biz haliyam sevimli opa-ukamiz, lekin faqat ikkimiz bilamizki, o'sha yoz tunida biz bundan ham ko'proq narsaga aylangandik va ayni paytda hamma narsamizni yo'qotgandik. Mana, o'sha voqeadan ham 2 yil o'tdi. Men haliyam Akmal bilan yashayman. Haliyam o'sha sovuq uyda chiroyli jihozman, lekin ichimda nimadir o'ldi. Balki o'sha tunda men qayta tug'ilgandirman va ertasiga ertalab yana o'lgandirman. Ba'zida kechalari yolg'iz qolganimda derazadan o'yga qarayman va o'sha tunni eslayman. Uning keginishlarini, shivirlarini, hidini va o'ylayman, agar hammasi boshqacha bo'lganida-chi? Agar u mening ukam bo'lmaganida-chi? Agar biz jamiyatning qoidalaridan, axloq me'yorlaridan tashqarida uchrashganimizda-chi? Balki o'shanda biz baxtli bo'larmidik. Lekin bu savollarning javobi yo'q va hech qachon bo'lmaydi. Mening qismatim bu sirni bir umr ichimda saqlab, tashqaridan baxtli ayol rolini o'ynab yashash. Mening qismatim har safar ukamni ko'rganimda yuragimning bir qismi uzilib ketishini his qilish va hech kimga